Azizlar, mana shu Peterburg, Peter. Shunaqangi atmosfera. Bu yilgi yoz qandaydir salqin keldi. Beli noch aslida hozir bo'lish kerak, lekin beli nochligini ham biz bilolmay turibmiz, chunki havo bulutli kelyapti. Shuning uchun, lekin odamlarning kayfiyati yaxshi. Tushunamiz. Hozir biz Birjavoy ploshchadda turibmiz. Bu tomonimizda Birjavoy most, bu yog'imizda Dvorsoy most. Hozir Dvorsoy most razvodi bo'ladi. Shuni nasib bo'lsa kanalga qo'yamiz. Sizlardan like, kommentariy. E'tibor uchun rahmat. Podpishkada bo'lasizlar degan umiddamiz. Yangi bloger bo'lmoqchi bo'lgan bitta odamni qo'llab-quvvatlaysizlar.